Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Bu men Registon o'quv markazining ingliz tili fan o'qituvchisi Nilufar Anvarovna. Bugun yana siz bilan birga dars ko'ramiz. Ko'pchilik testlarimizda e'tibor bergan bo'lsangiz, variantlarda would so'zi turgan bo'ladi. O'zi aslida would nima? Biz uni testlarda qachon olishimiz kerak? Keling, bugun sizga would haqida to'liq ma'lumotlarni dars orqali tushuntirib bersam. Unda boshladik. Demak, do'stlar, sizlar xabaringiz bor. Bizda 4 ta future zamoni bor. Ya'ni kelasi zamonga qo'llaniladigan 4 ta future zamonni biz bilamiz. Ular future simple. Birinchisi eng oddiy formulasi, to'g'rimi? Will bilan kelish qoidalari. Ikkinchisi future continuous, kelasi davomiy zamon. Future continuous. Uchinchisi future perfect. Bularni men kanalimda allaqachon o'tib bo'lganman. Ko'rib chiqishinglar mumkin. Va to'rtinchisi future perfect continuous. Mana shu 4 ta zamonni kanalga qachon ishlatilinadi, qaysi holatda keladi, formulasi qanaqa, hammasini o'tib joylab qo'yganman. Mavzular qismida turibdi. Va lekin men bularda in the past degan qoidalarini o'tib bermaganman. Shuning uchun hozir sizlarga hammasini, to'rtalasini birdaniga tushuntirib beraman. Juda ham oson. Future simple in the past, future continuous in the past, future perfect in the past va future perfect continuous in the past. Hammasini past formulasi, qoidalari mavjud. In the past. Shu yozib chiqyapman. In the past, future perfect in the past va future perfect continuous in the past. Bular endi alohida zamonga aylandi. Boyagi yozgan 4 ta zamonim kelasi zamonlar. Bular ham kelasi zamon ma'nosida keladi, lekin umuman formulalari, qoidalari o'zgarib ketadi. Keling, shularni o'rganamiz. Birinchi o'rinda future simple in the past. Bu qachon keladi va formulasi qanday? Demak, qolganlarni o'chirib turaman. Buni shunchaki ma'lumot uchun yozdim. Future simple in the past formulasi subjectga demak qo'shamiz would. Asosan would keladi do'stlar, lekin ayrim eski testlarda qolib ketganlari ham bor. Bizni shall degan demak yordamchi so'zimiz bor edi, xabaringlar bo'lsa, will shall ishlatar edik. Mana o'shanda ayrim holatlarda, har doim emas, ayrim holatlarda would yoki should olinadi. Lekin bu yerda should bu modal fe'ldagi should emas. Shu narsani yaxshilab bilib qoling. Should degan modal fe'l bor, kerak degani, lekin bu unaqa emas. Bu yerda should shall ning o'tgan zamon shakli. Would will ning o'tgan zamon shakli. Demak, biz will haqida o'rgangan edik. O'sha will ni o'tgan zamon shakli would bo'ldi. Shall ham keladi deb o'rgangan edik. Shall ni o'tgan zamon shakli should bo'ldi. Lekin asosan gapirayotgan nutqimizda, umuman insholarda deyarli hammasiga hozir would olinadi. Should muomaladan chiqib ketgan. Deyarli chiqib ketgan. 90% pashta ishlatilmaydi. Would ni ishlatamiz hamma joyga. Demak, davom etamiz. Would, undan keyin qo'shamiz fe'lning o'zini. Verb 1. Mana shu bizning formulamiz. Xo'p, endi sizda savol bo'lishi mumkin. Biz buni qachon ishlatamiz? Ya'ni speakingda eshitib qolishingiz mumkin. I would go deydi, yoki she would come deydi, would come deb ketadi. Nima uchun would kelyapti? Keling, shu haqida gaplashamiz. Demak, oltin qoidamiz bor bizni. Agar gapimiz o'tgan zamonda boshlansa, mana bu bizni eng katta qoidamiz. Gapimiz o'tgan zamonda boshlansa va kelasi zamon haqida gapirmoqchi bo'lsak,
biz o'z-o'zidan willni ishlata olmaymiz, to'g'rimi? Chunki gapimiz o'tgan zamonda boshlandi-da. O'tgan zamonda kelgandan keyin biz uni yoniga kelasi zamonni qo'ya olmaymiz. Chunki zamonlar moslashuvi degan narsa bor. Bir-biriga moslashib yuradi-da. Shuning uchun ham o'tgan zamonda boshlangani uchun biz kelasi zamon haqida gapirmoqchi bo'lsak, would ni ishlatishimiz kerak bo'ladi. Demak, future simple in the past ishlatamiz. In the past ishlatamiz. Xo'p, keling bitta misol bilan ko'ramiz, yana ham tushunishimiz uchun. My father said that. Otam aytdiki, qarang, otam aytdiki, he would buy a car soon. Yoki keling, tomorrow deb qo'ya qolaylik, tomorrow. Mana, judayam konkretniy gap bo'ldi. Xo'p, bu yerda nima deyilyapti? Otam aytdiki, u ertaga mashina sotib olar ekan. Xo'p, qaranglar. Bu yerda tomorrow so'zi sizni chalg'ituvchi so'zlardan bittasi-da. Tomorrow ko'rganingizda, voy, kelasi zamon ekan deydi-da, bolalar taqida will olib ketadi yoki insholarda ham will deb yozib ketib qoladi. Xato bo'ladi. Nima uchun? Chunki bizning gapimiz qanaqa zamonda keldi? O'tgan zamonda boshlandi. My father said that. Mana shu joyini inobatga olganimiz uchun biz bu yerga will ishlata olmaymiz. Tushunarli? Demak, gapingiz qanaqa gap bilan boshlandi? O'tgan zamon bilan boshlandimi? Demak, siz endi would ni qo'yishingiz kerak bo'ladi. Sizda ataylabdan tomorrow, in the future, yana nima? 50 years later, soon degan kalit so'zlar turadi-da. Chalg'ituvchi bo'lib. Test ishlayotganingizda shunaqa bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Yoki insho yozayotganingizda ertaga kelaman deb aytdi deyishingiz mumkin. Ana o'sha holatlarda ehtiyot bo'lishingiz kerak. Bu yerda o'sha qoida boshqacha bo'ladi. Would ni olishingizga to'g'ri keladi. Xo'p, signal so'zlarchi? Biz qanaqa signal so'zlar ishlatamiz aynan would bilan? Will qanaqa signal so'z bilan kelsa, would o'shalarini barchasi bilan keladi. Esingizdan chiqmasin. Uning uchun siz will ni yaxshi o'rganib olishingiz kerak. Future simple ni o'zini zo'r o'rgangan bo'lishingiz kerak. Future simple qanaqa qoidalari bor? O'sha qoidalarni barchasiga would kela oladi. Faqat farqi gapimiz o'tgan zamonda boshlanilishida. Bo'ldi. Boshqa hech qanaqa qoida yo'q. Future simple in the past bu future simple ni xuddi o'zi. Faqat o'tmishda kelgan varianti. Menimcha juda ham tushunarli bo'ldi sizlarga. Birinchi gapga e'tibor qilsanglar bo'ldi. Buni boshqa qoidasi yo'q. Keyingisi future continuous in the past. Xo'p. Demak, bizda future continuous degan zamonimiz bor. Kelasi davomiy zamon deyiladi. To'g'rimi? Kelasi davomiy zamon. Bu ham kelasi davomiy zamon. Bu ham xuddi shu narsa, yangilik emas. Demak, would faqat formula o'zgaryapti, would be bo'lyapti-da. Fe'limizga ing qo'shimchasini qo'shib qo'yamiz. Verb ing. Nima uchun? Chunki bizda be kelgani uchun. Agar sizda be turgan bo'lsa, sizda har doim ing holati kelishi kerak. To be da chunki u. Demak, buni ham shirniga qo'yamiz. Xo'p, mana bu formula. Would be verb ing. Biz buni qachon ishlatamiz? Agar siz will be verb ing ni qayerga kelishini va qachon kelishini yaxshi bilsangiz, buni ham o'rganishingiz oson bo'ladi. Xo'p, buni ham oltin qoidasi, demak, tepadagi gapimizni xuddi o'zi. Agar gapimiz o'tgan zamonda boshlansa va kelasi zamon haqida gapirmoqchi bo'lsak, lekin bitta joyi o'zgaradi, do'stlar. Kelasi davomiy zamon bo'ladi bu yerda. Kelasi, mana bu yerga davomiy so'zini qo'shib qo'yamiz. Uzun ish harakatda davomiy zamon haqida gapirmoqchi bo'lsak, future simple emas, demak, future continuous in the past ishlatamiz. Mana shu bizning qoidamiz. Xo'p, bunga misol keltirib beraman.
will be verb ing, ya'ni will be going, will be doing degan formulamizda asosan bizda ikkita signal so'z yonma-yon kelishi tushuniladi. Ya'ni masalan ertaga soat 5 da parkda aylanib yurgan bo'laman. Ertaga, keyin qarang, bu birinchi signal so'z ertaga soat 5 da. Ikkita signal so'z, to'g'rimi? Ana o'sha ikkita signal so'z yonma-yon kelgan payti biz will be verb ing ishlatamiz-da. Endi gapimiz o'tgan zamonda boshlanib qolsa, would be verb ing ishlatamiz. Misolda ko'ramiz, qarang. Alex informed me that Alex informed menga xabar berdi, ya'ni informed me that he would be meeting with his boss, xo'jayini bilan uchrashar ekan, demak u uchrashayotgan bo'lar ekan. At 5 o'clock tomorrow. Mana bu joyi bizga juda ham kerakli joy. Birinchi bizda ikkita signal so'z bor, mana. Tomorrowni o'zi emas-da bu. At 5 o'clock tomorrow. Soat 5 da ertaga. Mana bu holatda ertaga soat 5 da degan paytimizda will be verb ing olishimiz kerak. Insholarda ham, testlarda ham will be verb ing. Endi nima uchun bu yerda would be bo'ldi? Chunki gapimiz boya aytganimdek informed, ya'ni o'tgan zamon bilan boshlandi. Ko'ryapsiz-a? O'tgan zamon bo'lgandan keyin endi sizni bu yerga will qo'yishga haqqingiz sig'maydi. Ya'ni haqqingiz ham yo'q-da, chunki gapingiz o'tganda boshlangan. O'tgan bilan o'tgan yurish kerak. Zamonlar moslashuvini qoidasi bo'yicha shunaqa. Demak, bu yerga endi biz will emas, would be verb ing ni olamiz. Menimcha, unaqa qiyin emas bu zamonlar. Bu zamonlarni zo'r bilishingiz uchun siz oddiy will ni qoidalarini yaxshi bilishingiz kerak. Keyingisi future perfect. Future perfect in the past. Future perfect o'zi nimaga kelar edi? Shuni eslab olishingiz kerak. Future perfect bu kelasi tugallangan zamon, to'g'rimi? O'zbek tilida ham bor, masalan, 2030-yilgacha meni uyim bo'ladi, mashina sotib olaman deysiz, gacha deb ishlatasizlar. Ana o'sha narsa ingliz tilida ham bor. Ertagacha uyga vazifalarni qilib qo'yaman deysiz yoki keyingi haftagacha kelib ketaman deysiz. Xuddi shu narsa inglizlarda ham bor. Va o'sha gacha degan gapimiz future perfectda tuziladi. Va uni qoidasi will have done. Lekin bizda hozir past formulasini o'tamiz, shuning uchun demak formulamizga would olamiz yana. Would have qo'shamiz verbning 3-shakli yoki verb agar to'g'ri holatda bo'ladigan bo'lsa, regular verb bo'ladigan bo'lsa, ed qo'shimchasi. Regular, irregular verbga bo'lingan, to'g'ri, noto'g'ri fe'llar. Demak, mana shu bizni formulamiz. Future perfect in the past ni formulasi mana shu. Would have done. Demak, endi biz buni qachon ishlatamiz? Tepadagi qoidamiz sal o'zgaradi. Lekin birinchi qoida o'sha. Agar gapimiz o'tmishda boshlansa, agar gapimiz o'tmishda, ya'ni o'tgan zamonda boshlansa va kelasi tugallanganlik ma'nosi. Kelasi tugallanganlik ma'nosida kelsa, demak bu joylari kerak emas. Future perfect in the past zamonini ishlatamiz.
Mana, agar gapimiz o'tgan zamonda boshlansa va kelasi tugallanganlik ma'nosida kelsa. Xo'p, keling bunga misol. Avval signal so'zlarini eslashingiz kerak. Buni birinchi katta signal so'zi by edi. By ya'ni gacha degani. By, until, till, mana shular. After, to'g'rimi? After, before va hokazo. Ko'p nuqtalar qo'yib qo'yaman. Mana shular xuddi future perfect'ni o'zida kelgan signal so'zlar future perfect in the past'ni pastda ham kela oladi. Faqat gapingiz o'tgan zamonda boshlanilishi kerak. Xo'p, Amanda told me that, aytdiki, nimani aytdi? She would have finished her task, vazifasini tugatgan bo'lar ekan by tomorrow yoki by next week deb qo'ya qolamiz. Next week. Kelasi haftagacha. Mana bu yerda bizda signal so'z bor. By next week degan, kelasi haftagacha degani. Xo'p. Biz bu holatda, mana shu holatni ko'rgan paytimiz will have verb puchni ishlatishimiz kerak. Will have keyin fe'lning 3-shakli. Lekin nima uchun bizda would have bo'ldi? Nima uchun would have bo'ldi? Chunki gapimiz Amanda told me that bilan boshlandi. Yana o'tgan zamon bilan boshlandi. O'tgan zamon bo'ldimi? Demak, biz endi will ni ola olmaymiz, would ni qo'llab ketaveramiz. Signal so'zlar esa o'sha bo'lib turibdi. By next week. Demak, unaqa qiyin emas. Va oxirgisiga keldik. Future perfect continues in the past. Future perfect continues in the past. Bu qachon keladi? Xo'p, do'stlar, bu demak birinchi formulasidan boshlaymiz. Subjectga qo'shamiz. Would have been. Been kelishi kerak, e'tibor bering. Verb ing. Mana bu bizning formulamiz. Would have been verb ing. Xo'p, qachon keladi? Gapimiz xuddi future perfectni gapiga o'xshaydi, faqat farqi bor. Future perfect continuousda kelasi zamonda qachondan beri ekanligi aytilar edi. O'zini oddiy qoidasi bo'yicha gapiradigan bo'lsak, masalan, 5 yildan beri kitob o'qiyotgan bo'laman, 10 yildan beri ishlayotgan bo'laman. Yoki masalan, kelasi yil 2024-yil kirib kelsa, men ishxonamda 7 yildan beri ishlayotgan bo'laman. Ishlayotgan, e'tibor bering, yotgan, uzun ish harakat. Bo'laman deysizda va qachondan beriligini aytasiz. 5 yil, 7 yil, 10 yil, 4 oy deysiz. Ana o'sha narsani o'tmishda aytish ham mumkin. Va o'tmishda aytish bu would bilan keladi. Reported speech bor-ku, qo'sh tirnoq ichidagi gaplarning o'zgarishi. Xuddi shu narsani o'zi bu. Faqat endi bilasizmi, har doim ham sizga mana test ishlasangiz yoki boshqa holatlarda qo'sh tirnoq ichidagi gap berilmaydi-da. Bu oson-da, chunki qo'sh tirnoqqa qaraysiz, voy will turibdi ekan, would ga o'zgartiraman deb ketasiz. Hozir testlar juda ham anaqa murakkablashib, sizga logически, mantiqan o'ylashingiz uchun birdaniga ochilgan variantini beradi. Ya'ni qo'sh tirnoqdagi gapni bermaydi, birdaniga ochib beradi. Formulani o'zi bilan topib olishingiz kerak. Demak, bu gap bilan qisqaroq qilib aytadigan bo'lsam, demak bunda for since dan beri degan narsalar ishlatilinishi kerak. Qachondan beri ekanligi. Bu birinchi qoidamiz. Ikkinchi qoidamiz boyagi nimamizga o'xshaydi. Demak, future perfect qoidasiga o'xshab o'tgan zamonda boshlanadi. Faqat endi kelasi tugallanganligi emas, kelasi tugallangan davomiy. Shu o'zbek tiliga tarjimasi uncha yaxshi chiqmaydi. Ham tugallangan, ham davomiy bo'lib qolyapti. Shuning uchun qoidalarni bunaqa yodlattirishni tarafdori emasman o'zim. Siz prosta tushuning nimaga kelishini. Jon
said that John aytdiki, he would have been working. U ishlayotgan bo'ladi for 6 months. 6 oydan beri ishlayotgan bo'ladi. Endi qanaqa tarjima qilinadi endi bilasizlar? Ya'ni demak, Jonni aytayotgan gapi kelasi hafta kirib kelsa, deyapti. Ishda ishlayotganimga 6 oy bo'ladi, deyapti-da. Yani kelasi hafta kirsa 6 oy bo'lar ekan, ishga kirganimga degan gaplar bo'ladi-yu. Ana o'sha narsani aytyapti. Faqat endi nima uchun will bo'lmadi bu yerda? Mana bu joylar bizga kalit so'z. Nima uchun will bo'lmadi? Sababi bu yerda said bilan boshlangan, ya'ni aytdi so'zi bilan boshlangan. Shuning uchun biz bu yerga would ni olamiz. Would have been working. Agar gapimiz o'tgan zamonda boshlanmasdan oddiy hozirgi zamonda tursa, deylik is saying yoki present simple says deymiz. O'sha holatda tursa, unda biz will ishlatamiz. Hammasida, mana bu tepada o'rgatganlarim hammasida will keladi. Faqat o'tgan zamon bo'lgandagina mana bu qoidalar o'zgarib, will is would ga o'zgaradi. Mana shu 4 ta zamonni tushuntirmoqchi edim. Xudo xohlasa manfaatli bo'ladi degan umiddaman.